vafot etgan shaxsning qarzlarini kim to'laydi? Ma'lumki, agar bir shaxs vafot etadigan bo'lsa, uning barcha mol-mulki, uyi, mashinasi uning merosxo'rlariga o'tadi. Endi savol tug'iladi, agar mazkur marhumning qarzlari bo'ladigan bo'lsa, uni kim to'lab berish kerak? Qonunchiligimiz bo'yicha bir shaxs vafot etadigan bo'lsa, uning mol-mulki bilan birgalikda uning qarzlari ham merosxo'rlariga o'tadi. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 1156-moddasiga asosan qarz bergan shaxs marhumning merosxo'rlaridan ana shu merosxo'rlar merosdan ulush olgan qiymatidan kelib chiqqan holda qarzni talab qilish huquqiga ega. Xo'sh, bu nimani anglatadi? Ya'ni merosxo'rlar o'zi qancha miqdorda, qancha foizda meros olgan bo'lsa, shuncha miqdordagi marhumning qarzini qaytarishi shart. Masalan, bitta merosxo'r 50% olgan bo'lsa, 50% qarzni qaytarib beradi. Bitta merosxo'r 10% olgan bo'lsa, merosdan 10% miqdordagi qarzni qaytarish shart. Agar merosxo'rlar qarzni qaytarishdan bosh tortadigan bo'lsa, qarz bergan shaxs sud orqali qarzni qaytarishni talab qilish huquqiga ega. O'z huquqlaringizni biling do'stlar. Bu siz uchun albatta manfaat keltiradi.